Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun men eski Minecraft. Xullas bugungi videomizda biz har xil setlarni qo'llab xullas amalda ko'ramiz. Xo'sh, birinchi setimiz 999. Birinchi setimiz shu. Creative World bosamiz. Xo'sh, mana bunday qishloqda tug'ilasiz. Bu ham yaxshi qishloq. Mana temirchining uyi ham bor. Mana ko'rib chiqamiz. Xo'sh, mana bu yerda bitta temir braniya bor va 5 ta obsidian 3 toma bor. O'zi doim shunday bo'ladi. Xo'sh. Boshqa setlarimizni ham ko'rib chiqamiz endi. Xo'sh, bugun hozirgi setimiz esa endi Daquis. Hozirgi setimiz Daquis. Bunda Vednani uyi chiqadi, o'shanga borasizlar. Yalmog'iz kampirning uyi chiqadi. Creative World. Mana 4 ta biyom bo'ladi. Botqoqlik, oddiy biyom va tayga. Xo'sh, bu yoqda yo'q. Qayden? Lekin chiqish kerak. Ko'p sinab ko'rganman o'zim buni. Yo, mana bu yoqda hamkan. Ana chiqdi mana. Ba'zida uyida Vednani o'zi bo'lmaydi. Ba'zida bo'ladi. Hozir ko'rlikchi yo'q ekan mana. Hozir. Nari uyni tekshirib ko'rlikchi bormikan? Xo'sh. Bunda ham yo'q. Damlab pishyapti kamaydi. Xullas bugungi videomiz shu xolos edi. Xayr.